inkubatorimiz deyarli tayyor holga keldi. Endi buni elektronikasi qoldi. Xo'sh, bugun elektronikalarni uстановка qilamiz. Oddiy kabel kanal. Hozir buni inkubator bo'yi baravar kesib olamiz, orqasiga yopishtirib olamiz. Mana kabel kanalni ham kesib tayyorlab oldik. Mana buni chekasiga qatiramiz. Qatirib olamiz. Mana kabel kanallarni ham qatirdik. Mayda samarez bilan urib qo'ysa bo'ladi. 3 ta joydan, mana 2 ta joyi. Endi mana po'kaklarga solamiz buni. Ozgina bu ventilyatorda qo'ygan yeriga 2 ta, yana 2 ta yana bu yeriga 4 ta. Shu yerda qatiramiz. Mana po'kaklarni ham yopishtirib oldik. Samarez bilan bu poldan 10 cm oralig'i. Ventilyatorimiz 14 cm. Qatiradigan joy orasi. Shunday o'rnash kerak. Mana ustki tarafini ham qatirdik. Bu ham patologdan 10 cm tushadi pastga. O'rtasini olamiz. Pasi ham qatida. Mana birinchi ventilyatorda qatirdik. Orqasidan ozgina joy qolish kerak. Bitta barmoq qilgan bo'lib. Degan aylanganda bu tegmaydigan bo'lish kerak, shunisiga e'tibor beringlar. Boshiga tegmaydigan bo'lib. Mana lampochka va ventilyatorni o'rnatdik, tepa qismini. Pasanali qo'yganim yo'q. Mana bu yerga ham kabel kanal qo'ydim mana. Ikkita samarez bilan. Samarez. Mana kichkina samarez bilan. Shunday ikkita qilib mana qatirib oldim. Ventilyatorga ham shuni qo'ydim. Tepa qismini kabellarni ham montaj qildik mana. Hammasi joyida. Bu teshikdan mana chiqarib oldik burchakdan. Burchagidan. Endi parsini davom ettiramiz. Mana hozir kabellarni urib oldik. Patronga, ventilyatorga uladik, yaxshilab o'rab. Endi buni tagiga qatiramiz. Tepasi bitgan. Men bu qolgan joylarni ko'rsatmayotganim sababi, agar bular ham o'zi tushunadi, oddiy qatirish, izolyantalab o'rash kerak. Buning sababi video cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun asosiy joylarni ko'rsataman. Qolgan joylarni hamma o'zi tushunsa kerak deb o'ylayman. Mana pastki montajlari ham bitdi. Ventilyator va lampochkalarni o'rnatdik, patron. Mana kabellar o'rnatildi. Tepasi ham bitdi. Mana tashqi ko'rinishi. Tashqarisi ham germetika bo'lgan. Hozir bu usti qoldi, germetika qilib qo'yaman buni ham. Tepalarini ham iloji boricha barcha teshiklarini germetikalab yopish kerak. Hozir mana hamma kabel bu yerdan chiqardim. Bu ikkitasi lampochkaniki. Iloji bo'lsa belgi qilib olinglar. Bu ikkovi ventilyator mana. Buni kabelni ataylab uzun qildim. Uzun qilganim sababi ventilyatorlar ikkovi bular отдельно ulanadi.
Bu lampochka ikkovi birga ulanadi. Avtoregulyatorga ulanadi bular. Bular boshqa narsaga ulanadi. Endi oxirgi montaj ishlari. Regulyator bilan namlikni o'lchaydigan asbobni qo'yishimiz kerak. Men hozir buni bu yerga qo'ymoqchiman, ustiga. Yani kim qayga xohlasa o'sha yerga qo'yishi mumkin. Bu yerga qo'ysa bo'ladi. Men uni ustiga qo'ymoqchiman. O'sha yerga. Bu apparatlarni joylashtirish uchun tagiga qo'yamiz. Podstavkasi. Mana. Shuni bu yerga. Shunda buni razmeri 11 ga 16. 11 ga 16. Mana hozir buni ramkasini yasab oldik. Shu holatda mana to'rt burchak tarafiga shunday qilib iloji bo'lsa buni kileda jidki ko'zda yopishtirsa osonroq bo'ladi. Bularga samarez urish kerak, lekin kalta samarezdan ichini teshib olmaydan qilib bu tagidagi jidki ko'z qilish kerak uni tagiga. Bunga ham 2 dona kichkina samarezdan qatirib qo'yamiz hozir. Ikkov chekasidan. Buni jidki ko'zdan qatirib qo'yamiz shu yerga. Endi hozir ustini kesamiz buni. Ustiga ham hozir shuni fonni yopadigan qilib. Hozir kabellarni ochib oldim. Hammasi bu ikkovi lampochkaniki. Hozir yordamdan ulayman. Plus minus qilib ikkovini bir xil qilib. Ikkovi ventilyatorniki. Buni ham hozir plus minusini topib turib ulayman. Keyin shuni ulayotganda e'tibor beringlar. Ventilyatorda plus minus bir-biriga almashib qolmasin, bo'lmasa biri ishlab, biri ishlamay qoladi. Lekin lampochkaniki ham shunga e'tiborli bo'linglar. Mana hozir lampochkalarni regulyatorga ulab oldik. Bu yog'i rozetkaga boradi. Rozetkaniki. Bu yog'i mana lampochkaga, ichkariga lampochkaga ketadi. Keyin asosiysi montaj qilayotganda lampochkalarni kabelni adashtirib olmash kerak. Buni montaj qilayotganda belgilab qo'yish kerak. Hozir bunda mana belgisi bor. Mana qizili. Hop, regulyatorni uladik. Kabellarni yaxshilab qatirib oldik. Endi kimda qanaqa fantaziya bo'lsa, o'zi bilgancha qatiradi. Bu tokka ketadi, bu lampochkaga ichkariga. Bu datchigimiz mana bu yerdan tushirib oldim teshib. Shunda mana pastigacha bemalol yetadi. Pastgacha yetadi. Keyin ana bu teshigini oldimni ikki ko'zda ham olamiz. Shu yerda o'ziga. Bu yerdan havo chiqib ketadi baribir. Hop, datchiklarni ustanovka qildik. Jidki ko'zni yopishtirib oldim. Hozir qopqog'i mana oxirgisi. O'sha yerga tushadi. Hozir buni kesib yuboraman bu yerda va bu yerda. Shuni kessam, shu ustiga yopiladi. Mana blok upravleniya ham tayyor. Xo'sh, bular o'zimizning datchiklar. Bu oshcha kabelni oshchasi bu yerda qoldirib qo'ydim. Pastda kerak yo'q baribir. Tak. Hamma narsa yaxshi. Mana plotni joy-joyida. Keyin buni qatirayotganda ustki qopqog'ini buni samarez bilan qatirishinglarni tavsiya qilaman. Chunki mabodo ichini ochish kerak bo'lsa, agar kileda yopishtirsanglar, chekalarni yulib chiqishi mumkin. Shuning uchun
4ta, 6ta samarez bilan qatirib qo'ysalar, keyin ochib, qaytib yopgan ham osonroq bo'ladi. Chilar. Hozir shuni o'zi ham pastgacha tushadi. Kabel uzun bo'ladi. Mana qatirib oldik qopqog'ini. Aytgandek, buni samarezda qatiramiz. Kilo quysa bo'lmaydi buni ustiga. Mabodo ochilishi mumkin. Mana do'klar. Bunisi razvedkaga ketadi. Bunisi ventilyatorga, hozir bunga bulovkdan yo'layman. Bu ham ventilyator. Men bir-biriga ulab qo'yaman bu yerdan. Shunday teshiklarni yaxshilab bekitish kerak. Silikon bilan ko'st bilan ventilyatorlar ishlashni boshladi. Tajriba jarayoni. Tak, mana inkubatorim bitdi va nihoyat. Bugun 3-kun. Xo'sh, va nihoyat yaqamiz. Inkubatorda yaqamiz va nihoyat. Hozir zapusk. Mana bitdi. Tashqi ko'rinishi. Bu datchik sal tezroq ishlaydi nargindan ko'ra. Ko'rsatkichlar почти bir xil. Elektromontaj ishlari bu yerlarni videoga olmadim, chunki o'z video shundoq ham uzun bo'lib ketdi, o'zi ko'p bo'lib ketdi. Shuning uchun oddiy mana tushuntirib qo'yaman. Bu blok pitayni mana 100 voltdan 240 voltgacha ko'taradi. 12 volt qilib ozaytirib beradi mana. Ikki ventilyatorlar uchun bu yetadi bemalol. Shuni bitta o'zi. Mana hozir buni ulab qo'ydim. Bu alohida. Mana yerdan chiqargan, ikkovini bitta qilib turib, bitta kabeldan blok pitayniga. Bu yoqqa ketadi datchiklarga, regulyatorga, bu to'g'ri alohida mana. Bu alohida. Bu ventilyatorlarga prямо mana. Bu nimaga ulanmaydi bu? Regulyatorga, ventilyatorlar alohida. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ishlaradi prямо. Endi hozir ulaymiz. Mana ishladi. Keyin buni ustiga mana portchik ochib qo'ydim. Jo'jalar ochib chiqqandan keyin buni kattaroq ochib qo'ysa bo'ladi. Agar namlikka qarab buni qopqoq teshmasdan qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin orqasidan bitta teshik ochib qo'ydim. Shunday qilib, xudo xolasa mana bitta. Hammasi soz. Ko'ngildagidek ishlayapti. Tuxumlarni qo'ydik. Hozir bu yerda salkam 100 ta bor. Tuxum. 100 ta tuxum bor. Qolganiga tuxum topolmadim. Endi xudo xolasa nasib qilsa keyingi partiyalarda